biz mana tadbirimizni boshlayotganimizda zo'r bir yangilikni aytdik. Konkurs haqida, to'g'rimi? Avtomobil eng katta yutug'imiz, lekin undan tashqari yana qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Azizlar, 8-dekabrdan 31-yanvargacha davom etgan yangi yil aksiyasida 270 ga yaqin mijozlar ishtirok etishdi. Konkurs shartlarini bilardingiz, Xonsaroydan xonadon xarid qilsangiz, siz konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. Albatta, bugun ishtirokchilar orasidan 1-, 2-, 3-o'rin g'oliblarini aniqlaymiz. Xabaringiz bor, Xonsaroy kompaniyasidan 3-o'rin uchun qimmatbaho maishiy texnikalar taqdim etiladi. Mana shu maishiy texnikaning egasini hozir aniqlaymiz. 2-o'ringa esa chet elga 2 kishilik yo'llanma o'ynaladi. 1-o'ringa esa mana shu ko'rib turganingiz yangi elektrokar avtomobili do'stlar. Ham uy, ham avtomobil, voy, nasıl erkilatib yuboradi Xonsaroyda shunaqa vaziyatlarda. O'zi Xonsaroy qurilish kompaniyasi barcha mijozlarini, xaridorlarini va undan tashqari topshirib bo'lgandan keyin xonadonni ularni bayramona kayfiyat, har xil konkurslar, sovg'alar bilan xursand qilishda davom etishadi. Albatta. Tayyormisiz? Demak, mana shu yerda, mana bu yerda demak, ism, familiyalar hamda shartnoma raqamlari. Shartnoma raqamlari bilan ism, familiyalar yozilgan. Alisher, hozir nimani o'ynaymiz? Hozir albatta 3-o'rin sohibi kim ekanligini aniqlaymiz. Buning uchun bilasizmi, hammaga ishonarli bo'lish uchun bu yerdan qog'ozchani na men, na Sitora, na boshqa odam, mana shu yoshroq bolachalardan kimdir chiqsa-da, shular o'zligisi hal qilishsa, menimcha ishonchli bo'ladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Bularga chunki hech narsa deb bo'lmaydi. Keling, qizik, keling. Keling. Mana shu qizimiz hozir 3-o'rinni aniqlab beradilar. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Mehribon. Qashdan bitta qog'oz olib berasiz, xo'pmi? Demak, qimmatbaho maishiy texnikalar taqdim etiladi va hozir yana bir narsa, agarda hozir maishiy texnika hamda 2-o'rin sohibi 2 kishilik yo'llanma hozir agar biz bu yerdan qog'oz olamiz, oramizda u g'olib chiqmasa, ularga qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Agar ularda ham bo'lmasa, agar aloqaga chiqa olmasak, 2 hamda 3-o'rin egalarini 2 marotaba qaytadan o'ynaymiz. 2 marotaba qaytadan o'ynaymiz, ya'ni 2-, 3-o'rin. Avtomobilga keladigan bo'lsak, mabodo avtomobilni egasi mana shu yerdan chiqsa, darhol avtomobilni topshiramiz. Agar bu yerda avtomobil egasi chiqmasa, ularga qo'ng'iroq qilamiz. Agar qo'ng'iroq qilganimizda ham javob bermasalar, biz bo'ldi, shu yerni o'zida tugatamiz, avtomobil men olib ketaman. Hozir avtomobilni egasiga topshiramiz. Tushundinglar, to'g'rimi? Chunki bittada bo'lish kerak. Avtomobil egasi bittada chiqiladi, shartnoma bor, ism, familiya bor. Tushunarli? Men o'ylaymanki, tushuntira oldim deb o'ylayman. Demak, 3-o'rin. Marhamat. Tayyormisiz? E'tibor oling. O'qing, Sidoraxon. Kim ekan? Siz ashula aytib turing. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, maishiy texnikani yutib olgan konkurs ishtirokchimiz Abdulloyeva Muniraxon Muftullayevna. Nomer 1072 ZUR 24BV. Zo'rsandan xarid qilgan ekan. Zo'rsan loyihasi xaridori. Bormilar? Bormilar? Alisher, men shu yerdaman. Bugundan meni ismim Muniraxon. Yo'q-e, men ismimni avtomobilda o'zgartiraman, unda sizga maishiy texnika ishib tursa. Biz ayollarga telefon qilib ko'ramizmi? Xo'sh, bu yerda bo'lmasalar, telefon qilamiz. Telefon qilamiz. Mehribon, sizga rahmat. To'xtab turing. Hop, mabodo topolmasin. Telefon qilyapti. Boshqa qiz chiqaramiz. Har bitta aylanishga ayol kishi ekansiz, gaplashasiz. Allo. Hozir to'xtang, ko'tarsinlar oldin. Bu setan pasaytirib turamiz. Allo.
Assalomu alaykum. Erkak kishi. Muniraxonni mumkinmi? Munira opa, assalomu alaykum. Xonsaroy qurilish kompaniyasidan men Sitora Farmonova qo'ng'iroq qilyapman sizga. Siz konkursda qatnashgansiz. Xonsaroy qurilish kompaniyasining qaysi loyihasidan uyalgansiz? Zo'rsandan, vatandan Ikkita xonadon xarid qildingizmi? 10 ta. 10 ta? Munira opa. Munira opa. Biz hozir maishiy texnika o'ynadik. 3-o'rinni egalladingiz va maishiy texnika egasiga aylandingiz. Biz Xonsaroy qurilish kompaniyasi nomidan sizni tabriklaymiz va ofisga kelib sovg'angizni menga yuborsangiz, jo'natsangiz bo'ladi. Uyim raqamini beraman. Demak, maishiy texnika egasini biz topdik. Rahmat, mehribon keling sizga. Biz albatta ular bilan bog'lanib, ularning sovg'alarini yetkazib qo'yamiz. Endi chet elga 2 kishilik yo'llanma, Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik keling, qizi, keling. Mana. Keling, marhamat. Marhamat. Keling. Ismingiz nima? Muslimaxon, yaxshimisiz? Hozir kimnidir chet elga siz yuborasiz hozir. Xo'p, shu yerda Yo'q, men bilan ketasiz, tanlang. Men bilan ketasizmi chet elga? Yo'q deng. Voy, ketasizmi? Yo'q dedi. Kim men bilan chet elga ketadi? Yutuqni yutib olishimiz kerak. 2 kishi yuboryapti. Xo'p, biz voy, bular yarimta chimodonga sig'ishadi qolganlari. Tayyormisiz, Salim? Demak, chet elga men bilan kim ketar ekan? Chet elga kishilik yo'llamani. Xo'sh. 74 740 VTN 2421. Bu shartnoma raqami. Nurmanova To'lqin Temirbayevna. Vatan loyihasidan xonadon xarid qilganlar. Do'g'ri raqami boshida. Do'g'ri raqami 740 VTN 2421. 740 Vatan deganida, to'g'ri. Vatan 24 Yerda yo'mlar oramizda mabodo. Men shu yerdaman dedim-ku. Bu yerda o'zi Xonsaroydan uy xarid qilganlar bormi? Mana. Nega bu meni ko'rmayaptimi? Yo'q, ko'rmaganga olyapti. To'xtanglar hozir. Bu yerda mabodo meni ham ismim chiqib qolish yo'q-a, bunaqalar menimcha. Alisher avtomobil lobovoyiga yopishtirilgan sizning ismingiz. Topildilarmi? Hozir bering, bilay qarang. Bo'ldi, topildilar. Qo'ng'iroq qilamiz. Hozir qo'ng'iroq qilamiz. 2 kishini chet elga yubordik. Avtomobil egasi shu yerda bo'lsalar zo'r bo'lardi. Hozir haydab uylariga ketardilar. Yana ayol kishimi? Sardor aka, iltimos bolalar tozalab bering aka, oyoqqa yomon holat qilyapti aka. Yurolmayapman. To'lqin. Ko'tarma. Alo. Assalomu alaykum. Keyin Sardor aka mobilga To'lqin opa. Nurmanova To'lqin Temirbayevna Vatan loyihasidan xonadon xarid qilganlar. Hamma yo'qmi? To'g'ri, aha. Akajon, siz kimlar bo'lasiz? Eriman, Azimatdan. Mazza ekan sizlarga unda aka. Sizlar Xonsaroydan 2 kishilik chet elga yo'llama yutib oldinglar-ku. Men bilan boraveribman. Xursandmisiz? Men Alisherman Uzoqov. Taniysizmi shunaqa odamni? Alisher Uzoqov, bolajonlar, iltimos Eshitganmisiz? Eshitganman deydi. Ular o'shamanman, sizga tabrik. Azamat dedingiz ismingizni? Azamat aka tabriklayman. Xo'sh. Nechta xonadon oldilar? Nechta xonadon oldilar? Nechta xonadon oluvdingiz? Aka, 2 xona, 4 xona olgan ekansiz. Mana qarang, sizga nasib qilgan ekan. Demak, siz Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik yo'llanmani yutib oldinglar. Sizga bizni xodimlarimiz aloqaga chiqib, sizni chet elga yuborishadi. Tayyorsiz-a?
Nechaga? Ha, ketasizmi? Qayerga dedi? Sharmanchi? Ha. Ay, bormayman siz, men sekin o'zimga to'g'rilab yuboraman hozir mana. Yo'q, Alisher aka, sizga rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ovozni peshkaga rahmat aytaman. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Shuncha reja qilganim puchga chiqdi. Azamat aka chet el ketarganlar. Rahmat qiziz. Xo'sh, ana endi avtomobil, elektromobil. Qaytinglar, iltimos, qaytib olinglar. Alisher, o'rtoq. Institutda birga tahsil oldik. Institutdan so'ng syomka jarayonlarida birga ishladik. Mana Xonsaroy mediada birga ish faoliyat olib boramiz. Keyin shu avtomobil ikkalamiz olib uyga ketaylik. Sen oying shu yerda yashaydi. Sen qo'ygin, men haydab ketay. Bir kun sen, bir kun men haydayman. Men prosta o'zingga beraveraman, yodingga o'zing tushib turasan Xonsaroyga. Hamma ko'rdi, menga sovg'a qilganini. Ko'rdinglar? Sizga aralashmayman. Ko'rdinglar? Voy hammajon. Yo'q, конечно, buni yutaman deb kelishgan-ku. Xo'sh, tayyormisizlar? Elektromobilni shu yerdan haydab ketadigan g'olibimiz shu yerdami? Qani endi shu yerdan chiqsa juda chiroyli bo'lardi. Xo'p, bismillah deb men aylantiraman. Alisher Uzoqov. Siz Amin. kimni tanlaymiz? Yoshroq bolalardan chaqiraman. Yaxshilab aylantiramiz. Avtomobil uzoq kutilgan yangi avtomobil, elektr avtomobili hozir o'ynaladi do'stlar. Hayajonli daqiqalar, hayajonli daqiqalar. Keling. Siz nima? Muhammad Sodiq. Muhammad Sodiq. Juda Shunaqami? ismingiz bor ekan. Tayyormisiz? Hozir avtomobil egasini topib berasiz, xo'pmi? Qani, yaxshi aylantiraylik, to'xtang, yaxshilab. Oba! Qarsanglar o'rtoqlar, olqishlab turamiz. Qani, yaxshilab. Kim? Etmayman degan. Farmoy Sitora. Xo'sh. Voy, o'g'il bola. Shartnoma raqamim 985 zo'r 232 J. Nima bo'ldi? 985 zo'r 232 J. Xo'sh, kim ekanlar? Ism familiya. Fathullayev Ulug'bek Qudratullayevich. Kim baqirdi? Ha, zo'r sanda. Xo'sh, raqamga qo'ng'iroq qilamizmi? Ketdilarmi? Birinchi raqamlari bormi? Shartnoma raqami 985 zo'r 232 J. G. Mana shu kalit ularga Ulug'bek topshiriladi. Qudratullayevich. Yengil elektromobil. Rahmat bolam, rahmat. 985 zo'r 232 J. Bormi? O'ylagandim ayol kishi yutib oladilar avtomobilni deb. Maishiy texnika ayol kishi yutdilar.
Sayohatni ayol kishi yutdilar. Men o'ylagandim, men yutib olaman Yo'q, avtomobilni. boshla egasi. Mani familiyam yo'q. Avtomobiling bor Alisher. Topildimi? Bu. Xo'sh, mana. Kalit Sitorani qo'lida. Qalin puli to'lasangiz kalta berar ekan deb. To'g'rimi? Shunday berib bormaymiz. Hozir keyin ham ko'tarsalar. Ish qilyaptimi sizlarga bizga ishni? Siz chaqirayotgan abonent hozir javob bermaydi. Keyin ham javob bersalar dedim, keyin ham gapirib bordilar. Qayta. Yana bir marta telefon qilib ko'raman, mayli. Bitta mashina eganim. Men yaxshilikcha aytdim, shu kalitni olib ketaylik Alisher deb. Mana shuni ushlab turasizmi? Xo'p bo'ladi. Ketmasin. Qo'y, odamlarga ham xayr olsa, mashina beraman desa ko'tarmaydi. Nomer qanaqa nomer? Kimning nomeri bu? Ibrohim siznikimi? Mana. Nima u? Nima ko'tardingiz? Ko'tardilarmi? Nimadan qildingiz? Ulug'bek Alo. aka, Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Xo'sh, ismingiz? Fathulla xo'ja. Qani qayerdan uyog'ansiz? Xonsaroyda. Xonsaroy qaysi loyiha? Zorsan loyihasi. Zo'rsan loyihasidan. Ye bo'ldi, qiynamang endi. Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xorri. Yaxshimisiz? Sitora Farmonovaman. Xonadonni qachon xarid qildingiz? Xonadonni 5-6 oy bo'ldi shekilli. Ha, bo'ldi. O'shani qaytarib berishingiz kerak ekan. O'shanga bezovta qilyapmiz. Ha, ozgina bizda muammo chiqib qoldi Alisher Uzoq bilan. Bo'ldi. Xullas, Fathulla aka, akamidi? Fathulla aka. Fathulla aka, siz meni eshiting, akajon. Agar xonadon olib qolish xohlasangiz, avtomobil bor. Xohlasangiz avtomobil, xohlasangiz xonadon. Tanlang. Shunda bu yutuvmi yoki xonadon qolishimi? Xonadon olib qolasiz, avtomobilni qoldirasiz, ha? Yo'q, tushunmadim. Telefonda. Xo'p, sizga tanlov qo'yilsa, avtomobil yoki xonadon, qaysini olasiz? Yo'q, xonadon avtomobilni olamiz. Voy, tabriklayman. Avtomobilchi anaqa Jiguli. Mayli, ko'k Jiguli. Bo'ladimi? Yo'q, BYD bo'lsa mayli. Voy, konkursda qatnashganingizni bilasiz, ha? Xabarim bor edi, ha. Siz elektromobil g'olibiga aylandingiz. Xonsaroy qurilish kompaniyasi tomonidan konkurs g'olibi bo'ldingiz. Tabriklayman! Akajon, ofisimizga kelib avtomobilingizni kaliti va o'zini olib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz men bugun haydab ketishim mumkin. Qachon borsangiz bo'ladi? Hozir keling. Bo'ldi, men hozir boraman. Hozir siz bilan xodimlarimiz bog'lanishadi. Tabriklaymiz. Mashina muborak bo'lsin.